O'tgan yillar davomida Prezident Islom Karimov 31 avgust kuni Mustaqillik maydoniga borib, Mustaqillik va ezgulik monumenti supasiga gulchambar qo'yar va mahalliy jurnalistlar oldida gapirar edi. Bu safar O'zbekiston Prezidenti devoni, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralar nomidan shu idoralarning rahbarlari Prezident Karimov o'rniga monumentga gul qo'ygan. Avvalroq Rossiyaning ayrim agentliklari gul qo'yish marosimiga O'zbekiston Prezidenti lavozimiga da'vogarlardan biri sifatida ko'rilayotgan Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qilgani va 1-sentyabr kungi bayram tadbirlarida Karimov o'rniga Mirziyoyevning ma'ruza qilishi kutilayotgani haqida xabar qilgan edi. Ammo O'zbekiston hukumati nashrlari e'lon qilayotgan Mustaqillik bayramiga oid xabarlarda Prezident Islom Karimovning ham, Bosh vazir Mirziyoyevning ham, boshqa hukumat mulozimlarining ham ismlari tilga olinmayapti. 28 avgust kuni O'zbekiston hukumati Prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani haqida bildirgan edi. Bir kun o'tib Prezidentning kichik qizi Lola Karimova otasining miyasiga qon quyilishi sabab reanimatsiyada ekani haqida Twitterda ma'lum qilgan edi. O'shandan buyon O'zbekiston hukumati 78 yoshli Islom Karimovning ahvoliga doir bironta qo'shimcha ma'lumot tarqatgan emas. Albatta, Karimovning salomatligi bois bu yilgi bayram tadbirlariga o'zgartishlar kiritildi. Bayramni o'tkazish shtabi mulozimining Interfax agentligiga bildirishicha, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar bekor qilingan. Toshkent shahrida 1-sentyabr oqshomiga belgilangan mushakbozlik ham qoldirilgan. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlari shaharda o'tkaziladigan O'zbekiston va Suriya jamoalari o'rtasidagi futbol o'yiniga xalaqit bermaslik maqsadida mushakbozlik qoldirilganini aytishmoqda. Lekin 1-sentyabr kuni Toshkent va viloyat markazlarida xalq sayllari odatdagiday o'tkaziladi demoqda mulozimlar. Kuzatuvchilar esa Toshkentda 31 avgust odatdagiday kun bo'lganini aytishadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich Asia Terra nashridagi blogida yozishicha, Toshkentda odatdagiday kun hukm surmoqda. Shaharda militsiya kuchaytirilgani belgilarini ko'rmaysiz. Patrullar qayoqqadir g'oyib bo'lishgan aftidan qo'riqlanish kerak bo'lgan hech kim yo'qday deb yozdi Aleksey Volosevich.